Noda Dumbadze. Ko'ppak. Bu voqea 41-yilning avgustida boshlanib, 2 yil o'tgach yakuniga yetgandi. Urushning so'ronli damlari edi. Otam urushda, bobom Spiridon ota bilan amal taqal kun kechirardik. Bobom keksayib qolgani uchunmi, ro'zg'or tashvishlari asosan mening zimmamda edi. O'sha kuni u qo'limga tutqazgan 10 litrlik shisha idishdagi aroqni pullab, bir put jo'xori olib qaytish maqsadida bozorga yo'l oldim. Ovim Baroridan keldi. Uzoq xaridor kutmadim. Xaridor molimni bir put jo'xoriga almashgani yetmaganidek, kamiga cho'ntagimga bitta qizil 30 talik pulni ham solib qo'ydi. Bozordan qaytishda oshxonaga kirib 3 porsiya kotlet va limonadga buyurtma berdim. Bufetchi avval pulim borligiga ishonch hosil qilgach, buyurtmani stol ustiga keltirib qo'ydi. Shu payt oshxonaga uzun, junlari loyga belangan, qop-qora, ozg'in ko'ppak kirib keldi. U avval xonani bir aylanib chiqdi. Keyin menga qarab dumini likillata boshladi. Men idishdagi kotletlardan birini uning oldiga tashladim. Ko'ppak kotletni bir yamlab yutdi va hech narsa bo'lmagandek yana menga termildi. Shu payt bufetchi kelib ko'ppakni hayday boshladi. Bor, yo'qol, itdan tarqagan. Ko'ppak shu zahoti tashqariga intildi. Bu paytda men ham ovqatimni yeb bitirgandim. Tashqariga chiqqanimda boyagi ko'ppak hamon ostonada mo'ltirab turardi. Yonimda yo'limda davom etarkanman, ortimdagi boyagi ko'ppakning jon holatda angilagani eshitildi. Bir payt qarasam, ko'ppak o'qdek oldinga uchib bordi-da, o'zini ko'prik ostiga suvga urdi. Darrov ortimga o'girilib qaradim. Bufetchi qo'lida bug'-bur siqqan bo'sh qozonni changallab turardi. "Bu nima qilganingiz?" dedim bo'g'ilib. "Hech qisi yo'q, bechora sovqotib turgan ekan, qizib olsin" dedim. "Eshak!" deb baqirdim ovozim boricha. Bufetchi avvaliga qotib qoldi. Keyin men tarafga halloslab chopishga tushdi. Shu zahoti yerda yotgan kattakon toshni qo'limga oldim. Avzoyimni ko'rib, bufetchining ham shashti so'ndimi, indamay ortiga burildi. Ko'ppak ko'prik tagida dir-dir titragancha ingrayib yotardi. Uning tumshug'i, old oyoqlari qaynoq suvga kuyib qolgandi. Ko'zidan esa duvullab yosh oqar. Chamasi nima sababdan uni bu taxlit ayovsiz jazolashganini tushuna olmay hayron edi. Uning ahvolini ko'rib men ham ko'z yoshlarimni tutib tura olmadim. Ko'ylagimni yechib, o'rtasidan ikkiga bo'ldim-da, ko'pakning bir ko'zini, bir oyog'ini avaylab bog'ladim. Keyin uni o'zim bilan uyga olib keldim. "Bu nima?" so'radi bobom, savatdagi jonivorni ko'rib. "Ko'ppak" deb javob qaytardim. Shuyam ko'ppak bo'ptimi? Burunji yirdi bobom. "Qayoqdan topding?" Bufetchi ustidan qaynoq suv to'kvardi. "O'g'rining jazosi shu-da. Uning qorni och", dedim ko'ppakning boshini silab. "Anavlarni yechib tashla", darhol bog'ichlarini yechdim. "Boplabdi-ku", dedi bobom itning kuygan joylarini ko'zdan kechirar ekan. "Bu issiqda yaralar qiyin bitadi. Borib moy olib-ke, yaralariga suramiz. Oyog'ini-ku o'zi tuzatadi, biroq ko'zi..." Ertasi kunidan bizning uyimizga ham it hura boshladi. Biz uni Jek, Yo'lbars, Bo'ynoq, Murka singari nomlar bilan chaqirib ko'rdik. Birortasiga ham parvo qilmadi. Shunda uni oddiygina qilib ko'ppak deb atay qoldik. Bir oy o'tib oyog'i tuzaldi. Tumshug'ining kuygan qismidan ham yangi tuklar o'sib chiqdi. Shu tariqa u quvnoq, chiroyli itga aylandi. Qishloqda bunaqasi hech kimda yo'q. U ayollar va bolalarga tegmas. Qishloqdagi hamma parandalar orasidan o'zimizning tovuqni ajrata olar. Hatto unga qo'riqchilik ham qilar.
erkaklarni esa uyga yaqinlashtirmasdi. Ba'zan qo'shnilarimiz endi sizlarnikiga chiqolmaydigan bo'lib qoldik deb yozg'irishardi. Bobom esa bunga javoban kulib qo'ya qolardi. U mening eng yaqin hamrohim bo'lib qoldi. Qayerga borsam ortimdan ergashadi. Ko'ppak bobom bilan ham yaxshi kelishib qoldi. Ba'zan bobom uni yoniga chaqirgancha boshidan o'tganlarni hikoya qila boshlaydi. Ko'ppak ham boshini quyi solib diqqat bilan bobomni eshitadi. Xuddi hamma gapni tushunayotgandek har zamonda bosh chayqab qo'yadi. Ko'ppak tunda hovlida yotadi. Hamma itlar qatori kechasi bilan hurib chiqadi. Xo'roz qichqirig'i, mushukning miyovlashiga, shoqolning ulishiga javoban akillashni burchi deb biladi. Qishloqda eridan, o'g'lidan yoki aka-ukasidan qoraxat olib uvoz solayotgan ayollarning faryodiga ham befarq qaramaydi. Tumshug'ini ko'tarib shikoyatomuz u tortib qo'yadi. 1943-yilning 22-avgustida yarim tunda butun qishloq itlarining biri olib, biri qo'yib akillashdan uyg'onib ketdim. Ayni it zoti kuyikkan bunaqa paytda kim ham itlarning g'avg'osiga quloq solardi. Hamma ko'rpaga boshini burkab yana uyquga ketdi. Ertalab Aslan Tavberidze buloq boshida allaqanday itning g'ajib tashlangan loshini ko'ribdi. Itlarning iliqish mavsumida bunaqa holatlar tez-tez uchraydi. Bu holga uncha e'tibor qaratishmadi. Uni darhol ko'mib tashladik. Cho'shgohda qishloqdan bir notanish kimsa itini izlab kelib qoldi. Uni Aslanning yoniga jo'natishdi. Men ham ortidan bordim. Kril, Mamaladze, Xvidanman, dedi notanish kimsa. Itim yo'qolib qoldi. Bugun qanaqadir itni ko'mgan ekansiz? Ha, dedi Aslan. Manavi yigit bilan birga ko'mdik. Nima edi? Menga o'sha joyni ko'rsata olasizmi? Uni haligi it ko'milgan joyga olib bordik. Kril itni bir ko'rishda tanidi. Ha, u mening itim, dedi u. Qazib olingan loshga tikilib. Kecha u o'g'limni tishlab qochgan ekan. Pasterov stansiyasiga olib borganimda itning miyasini tekshirib ko'rish uchun kallasini olib keling degandi. Xudo ko'rsatmasin, agar it quturgan bo'lsa, bolaga 40 ta ukol qilishar ekan. 40 ta? Bechora bolamning holi nima kechadi? Mamaladze xo'rsingancha qopidan bolta chiqardi. Men esa shart burilib unga chopdim. Bobom gaplarni eshitib peshonasini tirishtirdi. Yaxshi ish bo'lmabdi, dedi. Oyoqlari ostida cho'zilib yotgan ko'ppakka qarab. Kechqurun qo'shnimiz Badriya chiqib bobomdan miltig'ini so'radi. Nima qilasan? So'radi bobom. Itimni otib tashlayman. U senga nima gunoh qildi? Eshitmadingizmi? Kecha kimningdir ko'pagi bizning itlarimiz bilan g'ajishibdi. Ha, aytgancha. Boyak odamning gapini sen ham eshitding-ku. U shunday deb menga yuzlandi. Bolasini qopib olgan ekan. Keyin u itni quturgan demadi-ku, so'radim undan. Tentak, sog' it o'z xo'jayining bolasini qopadimi? Yelka qisdi Badriya. Men indamadim. Unaqada senga miltig'imni bera olmayman, deb bosh chayqadi bobom. Unda itni nima bilan o'ldiraman? Qoziq bilan. Nimalar deyapsiz? Men bunchalik vahshiy emasman. Unda bilganingni qil. Badriya ketgach, bobom menga ko'ppakni o'tinxonaga qamashni buyurdi. Zum o'tmay qishloq bo'ylab avval o'q ovozlari, keyin itlarning jon halpidagi chiyillashi, erkaklarning shovqini eshitildi. Qo'shnimiz Badriyaning uyiga ham o'q vang'illadi. Keyin Alistrah Makariyaning uyida ham shunaqa qiyomat qopti. Itlarning faryodidan qulog'im bitayozdi. Bobom ham quloqlarini berkitgancha bir nuqtaga tikilib o'tirardi. Bu aql bovar qilmas it qirg'ini bir soatcha davom etdi.
Bir soat qishloqda shovqin-suron tinmadi. Bir soat o'tinxonaga qamalgan ko'ppak ham eshikni timdalab o'lidi. Keyin hammasi jimib qoldi. Borliqqa o'lik sukunat cho'kdi. Tong otdi. Xorozlar qichqirdi. Sigirlar mo'radi. Echkilar ma'radi. Tovuqlar qaqaqladi. Ko'nsqovli uzra quyosh charaqladi. Lekin qishloqda nimadir yetishmasdi. U allaqanday qadrdon, odatiy, ko'z ilg'amas jihatidan mahrum bo'lgandi. Qishloqning tor so'qmog'i bo'ylab yelkasiga boltasini osiltirib kelayotgan Aslan ko'rindi. Uning izidan qolmaydigan shalpang quloq tuzi ko'rinmasdi. Qishloqning qon-qonig'iga singib ketgan, endilikda yetishmayotgan bu narsa it edi. Oddiy it. 1943-yil 23-avgust tongini qishlog'imiz itsiz qarshi oldi. Bizning ko'pagimiz ham kun bo'yi darchadan tashqari chiqmadi. Hech narsa yemadi, urmadi. U bobomning oyoqlari ostiga horg'in cho'zilib yotardi. Ko'tarilib tushib turgan qornini aytmasa, uni o'lgan deb o'ylash ham mumkin edi. Kechga yaqin yana Badriya paydo bo'ldi. "Salom, Spiridon ota", so'rashgan bo'ldi u. "Odamlar sizdan xafa. Kecha uyingizda o'q otilmaganmish." "Nega uyimdan o'q otilar ekan?" O'zini bilmaganga oldi bobom. "Spiridon ota, bitta itni deb odamlarning ko'nglini qoldirmang. Itingizni o'ldiring. Bizning itlarimiz ham siznikidan yaxshiroq edi. Voz kechdik-ku. Odamlardan ajralib qolmoqchimisiz?" "Yo'q, Badriya. O'lsam tobutimning ustiga hatto it ham uvlamaydigan ahvolga qolmay deyapman-da." "Menga qarang", dedi daf'atan Badriya tutaqib. "Agar itingiz quturib, bolalarimdan birovini tishlaydigan bo'lsa, uyingizni yer bilan yakson qilib ketaman." Garchi olaqorong'i bo'lsa-da, bobomning rangi qanchalik oqarib ketganini ilg'adim. "Menga qara, mishqi", dedi u ovozi titrab. "Tilingni tiy, bo'lmasa quruqshagan suyaklarimni uyingning gulxaniga isitishga majbur bo'laman." Badriya indamay uyiga ketdi. U nima deb o'ylaganini bilmadimu, uning o'rnidan men bo'lganimda kechasi bilan mijja qoqmagan bo'lardim. Chunki bobom shu paytgacha aytganini qilmasdan qo'ymagan. Yarim kechasi hovlimizning narigi burchagidan ikkita o'q ovozi va itning akillashi eshitildi. O'rnimdan sapchib turdim-u, miltiqni olib o'q otilgan tarafga chiqdim. Kimdir o'zini butalar panasiga oldi. Keyin qochib borayotgan odamning qadam tovushlari quloqqa chalindi. Ko'ppak chetan devor tagida yotgancha zaifgina g'ingshirdi. Uni asta ko'tarib uyga kirdim. Bobom moychiroqni yoqqan, echki po'stagi ustiga o'tirardi. U ko'ppakning yarasini spirt bilan artib, tamaki qo'yib bog'ladi. "Ancha qo'rqinchli emas", dedi bobom. "O'q suyakka tegmabdi." Keyin itga o'girildi. "Kim seni bu ahvolga soldi, jonivor?" U boshini quyi soldi. "Biladi", dedi bobom. "Lekin gapira olmaydi, bechora." Keyin u itni balkonga olib chiqishimni buyurdi. Bizning uyimiz tepalikda joylashgandi. Bobom ayni paytda balkondan xuddi qishloqni ilk bor ko'rayotgandek ser solardi. U ancha payt jim turgach menga o'girildi. "Bolam, chindan ham bitta itni deb qishloqdoshlarni ranjitish yaramaydi. Miltiqni ol. Ko'ppakni ham qishloqdan tashqariga olib chiq. Faqat ovozini eshitmasam bo'ldi." Titrab ketdim. Ammo shu paytgacha bobomning gapini ikki qilmagandim. Miltiqni yelkamga ildim, ko'ppakning zanjiridan yetakladim. Ko'ppak najot kutayotgandek bobomga qarab mo'ltiradi. Bobom esa yig'lab yubormaslik uchun yuzini ters o'girdi. Biz qishloqni kesib o'tib, katta yo'ldan daryo qirg'og'iga olib tushuvchi so'qmoqqa qayrildik. Ko'ppak itoatkorlik bilan boshini egganicha
ortimdan lo'killab kelardi. Daryo bo'yiga yetganimizda ko'ppakning bo'ynidagi arqonni yechib katta tosh ustiga o'tirdim. Yuzimdan sovuq ter quyular, yuragim gurs-gurs tepardi. Biroz tinchlangach, yelkamdagi miltiqni qo'lga oldim. Shu paytda ko'ppakning ma'sum, mute nigohi bilan to'qnashdim. Beixtiyor ko'zlarimni ochib olib qochdim va miltiqdan gilzalarni chiqarib suvga uloqtirdim. Yelkamdan tog' ag'darildi go'yo. Shu payt ko'ppak yugurib oldimga keldi va qo'llarimni yaladi. Keyin esa o'zini suvga tashlab, shataloq otgancha atrofga suv sachrata boshladi. So'ngra qirg'oqqa chiqib, qum ustiga yastandi. Uning oyog'idagi yarasi qontalash bo'lib turar, ko'zlari yoshlangan. Biroq u kulardi. Ishonavering, ko'ppak quvonchdan xandon otayotgandi. "Menga qara ko'ppak", dedim unga qarab. "Endi bor, umuman ovozingni ham chiqarmaslikka harakat qil. Odamlarni quvma, ularga tashlanma, qopma. Umuman ulardan nari yur. Bo'lmasa ular seni o'ldirishadi. Qishloqqa qayta ko'rma. Bizdan rozi bo'l, ko'ppakjon." U meni tushundimi yo'qni bilmadim, lekin men ortimga burilganimda u hamon joyida turardi. "Xo'sh", so'radi bobom. Men indamay miltiqni olib bobomga uzatdim. Bobom miltiq magazinini ochib ko'rdi. Keyin menga qarab ma'yus kulimsiradi. "O'g'lim, bunaqa fe'ling bilan hayotda ko'p qiynalasan. Bir hafta o'tib sholoq tima echkisini bo'g'izlab ketdi. Keyin kimdir aslan ombordan 10 put donni o'mardi. Yana bir kuni kimningdir sigiri hovlimizga kirib, yangi o'tkazilgan ko'chatlarni sindirib qo'ydi. Uning ketidan Nina xolaning sigiri bilan Sipito amakining novosi izsiz yo'qoldi. Odamlar sarosimaga tushib qoldi. Hamma bir-biridan norozi, hatto bir-birini bo'ralab so'kkanlar ham bo'ldi. 15-oktyabr kuni rosa kuchli jala qo'ydi. Sel payti qishloqdagi tegirmonlarni oqizib ketdi. Faqat Gora Beri Joulidagi bitta tegirmon omon qoldi. Ertasi kuni bobom meni o'sha yoqqa jo'xori tortib kelishga jo'natdi. Kechga yaqin tegirmondan chiqqan bir qop jo'xori unini orqalab ketmoqchi bo'lganimda bo'sag'ada Kril Mamaladze paydo bo'ldi. U tegirmonchi bilan salomlashdi. Menga esa uncha e'tibor ham qilmadi. "O'g'lingiz tuzalib qoldimi?" deb so'radi Mamaladzedan. "O'g'limga nima qipti?" ajablandi u. "It tishlab oldi degandingiz-ku?" Ha, tuzalib ketdi, it quturmagan ekan. Doktorlar tekshirib ko'rib aytishdi. Quturmagan ekan. Turgan yerimda qotib qoldim. "Siz? Ular? Siz odam emas ekansiz." Shunday deya uning javobini kutmay ortimga qayrildim. Ertasiga bu haqda bobomga aytsammikin deb kun bo'yi o'yladim. Keyin fikrimdan qaytdim. Nima foydasi bor? Qopni yerga tashladim. 18-oktyabrda bobom yotog'idan chiqmadi. 20-oktyabrda mendan uyda qolishni iltimos qildi. 25-oktyabrda bobomning qo'l oyoqlari shishdi. 27-oktyabrda u meni chaqirib qo'limga omborning kalitini tutqazdi. 28-oktyabrda meni oldiga o'tkazib vasiyat qildi. "Bolam, vaqt soatim yetgan ko'rinadi. Sen qo'rqma. Men hamisha sening yoningda bo'laman. Faqat uyimizni tashlab ketmasang, chirog'imizni yoqib o'tirsang bo'lgani. Hali urush tugaydi. Otang qaytib keladi. Aniq bilaman, u tirik. Ertaga omonatimni topshiraman. Faqat sen qo'rqma. Hamma ishni qo'shnilar qilishadi. Faqat uyimizda ayol kishi yo'qligi chatoqda. Ortimda dod solib yig'laydiganim yo'q." Tongga yaqin bobomning joni uzildi. Mening mehribon bobojonim. U meni tashlab ketdi. Oyoq yalang ko'chaga yugurdim. Sovuq etni junjuktirardi. To'g'ri.
Qarshimizdagi hovlining eshigini qoqdim. Margalita. Avvalga hech kim javob bermadi. 2-3 chaqirganimdan so'ng ichkaridan ayol kishining uyqusiragan ovozi keldi. Biroz o'tib qo'shnilarimizning katta qizi Margalita ko'zini uqalab chiqdi. "Tinchlikmi?" so'radi u menga qarab. "Haligi bobom o'lib qoldi. Uyimizga dod solib yig'laydigan ayol kishi yo'q, iltimos." Margalita indamay ortimdan ergashdi. Bobomni 1943-yil 4-noyabr kuni dafn qilishdi. Marosimda atrof javonibdan odamlar yopirilib keldi. Har bir qishloqdan bittadan ayol, go'yanda kelib rosa chuvoz ko'tarishdi. Qo'shni xotinlar ham chapak chalib dod solib yig'lashdi. "Voy, parixatgina nabirangizni kimlarga tashlab ketdingiz, otaginam?" Balkon ham, hovli ham, hatto ko'chamiz ham odamlarga to'lib toshgandi. Shunda kutilmagan hodisa yuz berdi. Daf'atan tumonat odam ikkiga ajralib, o'rtada kichik yo'lak hosil bo'ldi. Undan junlari loyga belangan ko'ppak og'ir qadamlar bilan bobomning tobuti turgan xonaga yo'l oldi. U old oyoqlarini tobut ustiga qo'ydi-da, shu taxlit qotib qoldi. Tobutda yuziga nim tabassum bilan yotgan bobomning yuzlariga tikilib, xuddi yosh bolaning yig'isiga o'xshash ohangda g'ingshidi. Olomon orasidan kimdir "Xudoga shukr" deb yubordi. Men ham o'zimni tuta olmay yig'ladim. Shu payt yana bir mo'jiza yuz berdi. Xonaga Badriya kirib keldi. U itni ko'rib rangi oqardi. Biroq tezda o'zini qo'lga olib men tarafga yurdi. Hamdardlik bildirish uchun yelkamga qo'lini bosgan paytda it unga qarab irilladi. Kin ko'zlari yonib akillashga tushdi. Badriya o'zini mening orqamga oldi. "Anavingga qarasang-chi. Men hol so'ragani chiqdim, xolos." Men ko'pakni tinchlantirarkanman, bobomning gaplarini esladim. Biladi, faqat gapira olmaydi bechora. "Keting bu yerdan", dedim Badriyaga qarab. O'sha oqshom ko'pakning tanish ovozi qishlog'imiz bo'ylab yoyildi.